Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid muhim xabar va yangiliklar tafsiloti bilan efirda Qashqadaryo axboroti informatsion dasturi. Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar xalq farovonligi, iqtisodiy o'sish va qulay hayot kechirishga xizmat qilyapti. Shunday muhim yo'nalishlardan biri bu yo'l qurilishi sohasidagi islohotlardir. Chunki har bir davlatning rivojlanish darajasi avvalo uning yo'llari, transport tizimi va infratuzilmasi bilan bevosita bog'liqdir. Lavhamiz xuddi shu mavzuda. So'nggi yillarda yurtimizda yo'lsozlik borasida tub burilish yasovchi o'zgarishlar amalga oshirilyapti. Buning samarasi hududlarda ham o'zining natijasini ko'rsatmoqda. Viloyatda jami 21637 km uzunlikdagi avtomobil yo'llari mavjud bo'lib, shundan 3467 km umum foydalanuvchi hamda 18206 km ichki xo'jalik yo'llari hisoblanadi. Sohaga e'tibor va davlatimiz rahbarining alohida qo'llab-quvvatlashi bilan so'nggi 7 yil ichida viloyatdagi jami yo'llarning 44% dan oshiq qismi tubdan yangilandi. Ayniqsa turistik rekreatsion zonalarning tashkil etilishi bu boradagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Ayni vaqtda Shahrsabz tumanidagi 4K 285 Meraki qishlog'i, Hisorak qishlog'i avtomobil yo'lining dastlabki 21 kilometrida rekonstruksiya ishlari amalga oshirilyapti. Meraki Hisorak yo'llarida qaytadan ko'rib chiqib, 4-toifali yo'lni 3-toifali yo'lga o'zgartirish va buni rekonstruksiya qilish mablag' ajratildi. Hozirgi kunda masalan Meraki Hisorak yo'limiz, avtomobil yo'limizda hozirda masalan shu yo'lni 21 kilometr qismini hozirgi kunda mana Shahrsabz tuman yo'llardan foydalanish korxonasi tomonidan bir 20 ta ekskavator, 40 ta yuk tashiydigan samosval, avtosamosvallar va 4 ta buldozer, 3 ta katok, maxsus 2 ta grederlar bilan ish olib borilmoqda. Hozirda shu avtomobil yo'limizni 6 kilometr qismida ish davom etmoqda. Bu yo'limizda umumiy summasi 178 milliard bo'lib, 3 yil davomida ikkinchi bosqich amalga oshiriladi. 2027-yilda topshiramiz. Ahamiyatlisi yo'l qurilish ishlarida qiya burilishlardagi xavf darajasini kamaytirish, favqulodda holatlarning oldini olish, yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash maqsadida tog'-yon bag'irlarni yorib o'tish va tekislash ishlari amalga oshirilmoqda. Natijada dastlabki masofaning 2 kilometrga qisqarishiga erishildi. Aytish kerakki, endilikda mazkur yo'l nafaqat turizm salohiyatini yuksaltirishda, balki mahalliy aholining uzog'ini yaqin, mushkulini oson qilishga ham xizmat qiladi. Zero qayerda ravon yo'l bo'lsa, o'sha yerda imkoniyat, taraqqiyot va yangilanish bo'ladi.